Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida bir yigit kelib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kasal yotgan otam bor. Otamni birinchi ko'raymi yo peshin namozini o'qib olaymi?" dedi. Qarang savolni Abduvositaga. Otamni birinchi bor ko'raymi yo peshin namozini o'qiymi deganda, "Zur abaka avvalan", birinchi otangni ko'rgin dedilar. Mana otam iymonsiz, mushrik odam. Shu odam borib ko'raymi deganda, iymonsiz bo'lsa ham, mushrik bo'lsa ham otang. Seni shu dunyoga kelishga sababchi bo'lgan. Yemaganni yedirgan, kiymaganni kiydirgan, boqib bo'yingni katta qilib tarbiya qilib qo'ygan, kuchga to'ldirib qo'ygan otang borib ko'rgin dedilar. Mushrik bo'lsa ham garchi qarang. Uyga boruvdi, aka-ukalar yig'lab turibdi. Ota endi ular holatda yotibdi, pishib turibdi. Kech soatlari yaqin. Lot va Uzzo degan butlarni o'shanga qarab sig'inib yotibdi. Xudo deb, mana olib qolinglar, mana saqlab qolinglar deb. O'g'il musulmon, ota kofir mushrik. Shunda otasini yig'lab quchoqladi o'g'il. Otajon dedi, quchoqlaganda ota xira ko'zlarini ochib o'g'liga qarab, "Sen o'zing keldingmi yo biror maslahat berdingmi?" deganda, Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Otangni ko'rgin" dedilar. "Menga qo'yanda peshinlarni o'qib bemalol aylanib keladim." deganda, "Shunaqa dedim otang. Otangni borib ko'rgin dedimi?" Payg'ambaring shunaqa dedi. Otangni borib ko'rgin degan odamni Robbisiga iymon keltirdim dedi, o'ldi musulmon bo'ldi. Ota. Qarang. Otangni borib ko'rgin degan odamni Robbisiga iymon keltirdim. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh musulmon bo'lib, boshini o'g'lining tizzasiga qo'yib musulmon bo'ldi.